Boshlayayım. Men Ergash va Shohida, 62 yoshdaman. 5 oy oldin shu Tanchi korporatsiyasiga keldim. Mani kasalim sarkoidoz, o'pkada adenopatia, limfa bezlari kattalaşadi. Diagnoz qo'yishgan. Pulmonologiyada, Respublikaskiy pulmonologiya institutida davolanib kelganman shu paytgacha. Keldim. Mana shu 5 oydan beri shu Tension kompaniyasining mahsulotlarini kompleks ichdim. Hech ham qoldirmasdan. Yaqinda pulmonolog vrachimga ko'rindim. U meni sarkoidoz senda to'xtagan deb aytdi. Yo'q, senda faqat xronический bronxit bor deb lecheniya yozib berdi yana. Sarkoidoz senda to'xtagan. Men ishondim bunaqaga kompaniyaga. Ahvolim yaxshi. Kelganimdan ancha tetikman. Sarkoidoz kasalligi nima kasallik o'zi? O'pkada adenopatia, o'pkada limfa bezlarining kattalashuvi. Adenopatia bo'lganmanda, adenopatia unaqa diagnoz qo'yishgan endi. Hozir yo'q chiqdimi shu Hozir endi yaxshi, faqat ozgina hansirashlarim bor, toliqaman, lekin buni belgilari yo'q. Klinikasi yo'q deymanda hozir. Unutgan, tugagan. Degan tavsiya qilaman, mana umid bilan kelsanglar, Allohim o'zi yo'l ko'rsatib sababga so'q qolar ekan, noumid bo'lish kerak emas ekan.